Yo, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Jackson Craft. Biz bugungi videomizda mana shu orqamda turgan 10, 30, 64 va 128 blok balandlikdan water drop qilamiz. Biz bo'lmasam ketdik. Bizda 3 ta imkoniyat bo'ladi. Demak, bizda mana shular. Bu 4 ta balandlik. Men eng qizig'i eng balandidan necha martada water drop qila olaman. Balki 1 martada, balki 2 martada, balki juda ko'p. Demak 10 blok balandlikdagi water drop. Agar shundan 1 blokda 1 martada agar water drop qila olmasam, 128 blokda qanday qilaman ekan? Voy, mendan o'rnab qo'y. Demak water drop qila olmadim. Demak, boshdan qilishimizga to'g'ri keladi. Ikkinchisida o'xshaydi deb o'ylayman. Qani? Hoppa, yaxshi. O'xshadi. Uray, yaxshi. Endi ikkinchisiga o'tamiz do'stlarim. Ikkinchisi 30 blokli balandligimiz 30 blokdan tashkil topgan. Endi bizning hayotga 1 blokda 1 metrda bo'lsak, 30 metr balandlikdan water drop qilyapman. Demak 1 2 3. Hop, yo o'lib qoldim. Men ikkinchi imkoniyat. Qani, o'xshata olamanmi? Yaxshi. Yaxshi. Ikkinchi imkoniyatda mana shunga 64 blokli esa. Demak 64 balandlikdagi, ya'ni biz hayotga olsak 64 metr balandlikdagi water drop uchun joyimiz. Biz unga qachon chiqib olamiz ekan? Tezroq. Demak, juda uzun 128 bundan 2 baravar keladi. Shu hali bulutlardan o'tib ketgan. Demak, mana shu yerdan water drop qilamiz. 1 2 3. Demak, yo'q. Ikkinchi imkoniyatda biz albatta o'taramiz endi ikkinchi imkoniyatda. Water drop suv olmadim. Mana shu yerda bor. Hammasiga qo'yib chiqqanman. Demak, biz qila oldik. Va mana shundan necha martada o'taman deb o'ylayman. Va o'ylaysizlar, kommentga yozib ketinglar va video oxirida ko'rasizlar necha martada o'tganimni. Men necha martada bu yerdan o'ta olaman. Demak, juda uzoq. Do'stlar, kanalimga obuna bo'ling va sizlar ham YouTube kanal ochmoqchi bo'lsalaring, sizlarga tavsiya beraman. Amiriddin Abdullayev. Men bu kanaldan ko'rib kuchayganman. Unda har xil nomlar va har xil ideyalar bor. Ularni o'zlaring televoslar to'xta. Mana uni ololmasam, osib pastga borib suv qoladi. Unga sakrasam baribir o'lmayman. Demak, tushungan bo'lsalaringdek, Amiriddin Abdullayev. Men undan ko'p narsani o'rgandim. Ular hattoki YouTube kanal ham ochib, o'zlari unikal nom tanlab, har xil narsalarni qilib o'zlari berishadi. Demak, biz 128 blokdan water drop qila oldik. Wow! Qila oldik. Demak, do'stlar, biz 128 blokdan 1 martada, lekin qolganlarida 2 martadan water drop qildik. Demak, bizning kanalimizga obuna bo'ling va videomizga like bosing do'stlarim. Ko'rishguncha.